Assalomu alaykum. Yaxshi qilibsizlar. Mana xudo xolasa laminatlarni ham tugatdik. Laminatimizning qalinligi 1-2 santimetrlik. Har bitta gullari bitta to'g'ri tushgan. 1.30 lekin 3 ga bo'lib chiroyli qilib naqshga bitirib berdik. Tomonlar ham bo'ldi. Tepada spalni bor. 4 kvadratchika mashaga yetmay qoldi. Qolganlar polni bo'ldi. Bu yer kladovka bo'lar ekan bu yer. Kafil bo'lgan. Kafilning atrofini o'zimiz bir xil qilib bitirib berdik. Tomonlarni ham kesib, bu yer sanuzel. Gulga qo'yib, chiroyli qilib bitirib berdik, xudo xolasa. Bitta. Xona ham bitta. Xonada ham tepada osma spalni bor. Shekil osma spalni yetmay qoldi, 8 kvadrat. Shuni olib kelib bersa, bitirib qo'yamiz. Devorlarni mana patolog yo'q, bu tomon seriy, bu tomon yana boshqacha svet, uydagilar yana xotin kirasiga bo'lyapti. Hali ikkinchi etajda ham tugatdik, xudo xolasa. Baylar pishib bo'lar ekan, mebelda. Mana bu yerda xudo xolasa bo'ldik. Bu xona ham bitta. Ikkinchi etaj sanuzeli, baylar ham xudo xolasa bir xil bo'ldi zo'r. Baylarni ham chiroyli qilib kesib bitirib berdik. Xona ham bitta, hozir mebellar toshyapti, mana judalarni uyga ko'chib kelyapti. Kelinchilar qolib, kelinsini endi keyin qatirib beradigan bo'ldik. Mashinada yurib kelgan. Judalar toshyapti. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Hammaga omad.